Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan navigatsiya va Saxovatim Jahongirjonman. Xudo xolasa bugun 3-aprel 2025-yil Sankt-Peterburg, Samarqand, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha aviaqatnovlarimiz ketyapti. Qaraverki, hurmatli do'stlar, mana shu bugungi istodagina ketayotganlar ham biladi, passajirlarim ham biladi. Yomonroq zamona, haromdan tortgan zamona. Shuning uchun ehtiyot kelaverasizlar, katta summa so'raydi, boshqa qiladi. Bu videolarda million prosmotr qilib, like bosib, yetkazib qo'ygan taqdirlaringda ham hech kimga like bosibsiz kelmaydi. Prosta tek sizlar men aytib chiqarayotgan mavzu hamma uchun, musofirdagilar uchun, misol uchun, Peterdagilar uchun o'sha sizlarga yaxshi ma'lumot yetkazadi. Katta summa berish kerak emas, aeroportda hech narsa qila olmaydi. Biznikilar prosta qo'rqib, pulini olishni biladi, xolos. O'shaning uchun mana shu videolarni bir like bosib, bir kengroq tarqatib qo'yinglar sizlardan iltimos. Ko'rsin, keyin qaraydidagi haqiqatan ham shunaqa degan edi, bermaydi.